Yer yuzidagi Do'zaxning darvozasi. Bu joy qo'shnimiz Turkmaniston hududida joylashgan Qoraqum cho'lidagi darvoza gaz krateri hisoblanadi. 1971-yilda sovet geologlari bu hududdan gaz qidirayotgan paytlarida ushbu joyga duch kelishadi va kutilmaganda yer o'pirilib juda ham katta chuqurlikni hosil qiladi. U yerdan zaharli gazlar chiqishni boshlagach, u hududni yoqib yuborishadi va taxminlari bo'yicha u yerdagi gaz 1 yoki 2 kunda o'chishi kerak edi. Ammo u haligacha yoniq holatda qolmoqda. Ushbu joy kech bo'lganda juda ham lovullab yonadi. Hattoki alangalar ko'tarilib, go'yoki do'zax darvozasini eslatib yuboradi. Aynan shuning uchun ham bu yerga Do'zax darvozasi nomi berilgan. Bu joy Markaziy Osiyodagi eng noodatiy turistik zonalardan biri. Atrofida hech qanday katta shaharlar yo'q, lekin insonlar u yerda doimo bor. Xo'sh, siz Do'zax darvozasini o'z ko'zingiz bilan bir marotaba ko'rishni xohlarmidingiz? Izohlarda yozib qoldiring.